Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Demak, bugungi darsimiz jim harfidan boshlanadi. Xo harfidan. Xo harfining yozilishlarini ko'rib boramiz. Xo'p. Demak, axun deganimiz arab tilida aka degani yoki uka degani. Ikkalasi bir xil ma'noni beradi. Axun deganimiz demak aka yoki uka degan ma'noni bo'ladi. Axi bo'ladigan bo'lsa, mening akam deydi. Axi demak mening akam degan ma'noni bildiradi. Uxti bo'ladigan bo'lsa, mening singlim bo'ladi. Singlim yoki opam degan ma'noni bildiradi. O'sha oldin aytganimizdek ya qo'shiladigan bo'lsa, mening degan ma'noni bildiradi. Axun aka yoki uka degani, uxtun degani singil degani. Baxo xotun degani aloy degani. Baxo xotun demak aloy degani. Baxo xotun aloy degani. Dal harfining yozilishlari, o'qilishliklari demak dajajatun deganimiz bu yerda dajajatunni xo'roz rasmiy tovuq deb aytamiz. Dajajun bo'lsa xo'roz bo'ladi. Dajajatun bu yerda tovuq. Dubbun deganimiz ayiq. Dubbun deganimiz demak ayiq degani. Dudatun degani qurt degani. Dudatun demak qurt degani. Jaddun degani bobo degani. Jaddun bobo degani. Demak zal harfidagi lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, hizaun desa, demak bu oyoq kiyim, tufli degan ma'noni bildiradi. Zebun bo'ladigan bo'lsa, bo'ri. Zebun bo'ri degani. Zubabatun bo'lsa, pashsha degani. Zubabatun pashsha degani. Xo'p. Keyin ana bu joyda mashqlarni beradi bizga. Demak, misol uchun mana alif, sa bo'ladigan bo'lsa, bu joyga yozishimiz kerak. Misol uchun mana. Asasun deb turib, bu yoqqa nima qilishimiz kerak? Yozishligimiz kerak. Asasun deb turib, bu yerga yozishligimiz kerak. Xo'p. Asasun deb yozishligimiz kerak. Misol uchun mana asasun harflarni bizga nima qilingan? Xo'p, masalan b al babun bo'ladi. Babun deb yozamiz. Babun. Ana shu tartibda mashqlarni yozib chiqasizlar. Misol uchun mana bu yerga ta, alif, ba, va, te yozadigan bo'lsa, buni demak biz nima qilishimiz kerak? Ta birlashtirib yozib chiqishimiz kerak. Ta, bu, tun deb turib yozib chiqishligimiz kerak mana. Ta, bu, tun. Ana shu mashqlarni. Masalan, tu, tun bo'ladigan bo'lsa, tega voni qo'shamiz. Tu, tun bo'ladi mana. Mana deysiz. Xo'p. Ana shu tartibda bu nimani mashqlarni yozib chiqamiz. Misol uchun mana eng oxirgisini qilamiz yana. Hububun mana. Demak, harflarni bir-biriga qo'shamiz. He ga b ni qo'shamiz, b ga vo ni qo'shamiz va vovdan keyin b qo'shilmaganligi uchun buni tartib yozadi. Demak, i'roblarni qo'yamiz. Hububun bo'ladi mana. Mashalloh. Ana endi keyingi betga o'tamiz. Xo'p, ana bu joyda mana raqamlarni ham qo'yib chiqish kerak. Alif, ba, ya. Demak, bu abi deydi mana. Abi deb yozamiz, ya'ni mening otam degani. Ana bu yoqqa hajibun, qosh degani. Ha alifni qo'shamiz haga. Hajibun bo'ladi mana. Hajibun. Ana shu tartibda buni ham qatorlarni to'ldirib chiqamiz va raqamlarni belgilangan joyga qo'yib chiqamiz. Misol uchun mana abi deganni qidirib topamiz. Demak, ana 4-raqam. Abi mening otam. Demak, ana bu joyga 4 raqamini yozib qo'yamiz mana. Raqamlashtirib ularni yozib chiqishligimiz kerak bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi betda misol uchun asasun bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa tartib raqamlar bilan yozib chiqishimiz kerak. Asasun bo'ladigan bo'lsa, demak raqamini yozishimiz kerak. Birinchi taj bo'ladi mana. Birinchi masalan bir qo'yadigan bo'lsak, tajun bo'ladi. Ana bu yerdan pastdan taj so'zini topib turib, buni yozishligimiz kerak. Tajun topamiz u bir raqamini bu yoqqa qo'yamiz mana. Bir raqamini bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p. Hozir demak bir raqamni qo'ydik va tajun deb yozamiz mana. Tajun. Ana shu tartibda ham raqamni ham
lug'atlarning nomini yozib chiqishimiz kerak mashqlarimizda. Xudo xolasa mana ikkinchi darsimiz shu yerdan boshlanadi nasib bo'lsa.